Bitta yo'qman o'tiraman. Bugun tabiat haqida gap ketsa, hammamiz bir narsani yaxshi tushunamiz. Toza havo bu sog'lik, yashillik bu hayot degani. An'anaga aylanayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi bugungi kunning eng kerakli va xalqchil tashabbuslaridan biri bo'lib qolmoqda. Bugun shahar shovqindan uzoqda tabiat qo'ynidamiz. Yashil makon umummilliy loyihasi yana bir ezgu manzilga yetib keldi. Toshkent viloyatining Ohangaron tuman kengliklarida yana bir bog'ga asos solindi. Bog' yaratish ishlarida Oliy sud, poytaxt va Toshkent viloyat sudyalarining har biri faollik ko'rsatdi. Hasharni Oliy sud raisi boshlab berdi. Prezidentimiz mana shu yashil makon konsepsiyalari asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini Yashil Belbog' loyihasini amalga oshiryapmiz bugun. Mana shu Ohangaron tumanida joylashgan 1,5 gektar yer maydonida 2000 ga yaqin mana shunaqa ko'chatlar ekmoqchimiz bugun. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Toshkent shahar va Toshkent viloyat sudlari sudyalari qatnashyapti bugungi tadbirimizda. Oliy sudning nechinchi bog'i bo'ldi bu? Bu 3-chi bu, 3-chi. O'zi umuman odatda har bir tashkilot yashillik yaratishga harakat qilyapti, faollik ko'rsatyapti. Lekin bularni parvarishiga Oliy sud qanaqa reja qilyapti? Shuni parvarishini ham shu ekkanimizdan keyin hammamiz hali yaxshi bilamiz. Endi albatta buni unib o'stirish ham juda haliga o'zining mashaqqati bor. Lekin biz mana shunaqangi kelishdikki, bu joyda doimiy ravishda mana shu sug'orish nimalarini ham hozir o'ylayapmiz. Qanaqa qilib sug'orish masalalarini. Vaqtida kesib, vaqtida suvini berib, oziqasini berib, o'shaligi kerakli minerallarini berib, o'zimiz shuni shug'ullanamiz shu bog' bilan. Tabiatdagi tartib bilan jamiyatdagi adolat o'rtasida o'xshashlik bor. Ikkalasi ham e'tiborni talab qiladi. Uning borligi yashnatadi, yo'qligi so'ndiradi. Oliy sud raisi o'rinbosarlari esa bu hududni adolat bog'i deb ta'riflashdi. Bog'bonchilikda ham yaxshigina tajribasi bor ekan. Endi albatta har bir narsa doim o'rganish bilan, izlanish bilan bugun mana shu respublikamizdagi jarayonga hissa qo'shish maqsadida keldik, lekin bu shunchaki daraxt emas, har birini mutaxassislar bilan maslahatlashib, shulargacha o'ylab, bahamjihatlikda mana ko'rib turibsiz, Oliy sud jamoasi bu yerda, Toshkent viloyat sudlari, Toshkent shahar sudlari juda katta jamoa kelganmiz. 200 dan oshiq xodim kelgan bo'lsa, har bir xodimga eng kamida 5 tadan bo'lmasa 10 tagacha to'g'ri kelyapti. Hozir reja qilib turibmiz, Toshkent viloyatida mana Ohangaron tumanida Oliy sud bog'ini tashkil qilish maqsadimiz. Kelajakda har yili albatta bir tumanda joylarni tanlab mana shunday adolat bog'i, Oliy sud bog'i sifatida tashkil qilish maqsadimiz bor. Assalomu alaykum Malik opa. Bunaqa hasharlarchi ezgulik urug'ini ham sepadi-da, to'g'rimi? Albatta, ko'p aytadi-ku o'zbekchilikda yaxshidan bog' qoladi deb, daraxtni ekish jarayoningda yaxshilikni o'ylar ekansan-da. Va shu jihatda mana bugun jamoa bo'lib, Toshkent shahar, Toshkent viloyat Oliy sud sudyalari, xodimlari birgalashib mana shu o'zimizni adolat bog'imizni yaratyapmiz deb ham o'ylayapman. Hammasi birlashib, har joyda mana to'da bo'lishib daraxt ekyapti, bu birlashtiryapti-da, to'g'rimi? Baham jihat ishlashda ekkanlari har safar shu yo'llardan o'tayotganda ham bu bizni daraxtlar ekanligini eslab turamiz va buni an'analarni davom ettiramiz albatta. Har kunlik suddagi nizolar, hujjatlar orasida yashaydigan sudyalar uchun bugun boshqacha kun bo'ldi. Albatta bugun juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda Toshkent viloyatini chiroyli bir hududlarida kelib, sudyalar hamjamiyati birgalikda mana shu yashil makon dasturi asosida umum xalq hashariday qilib o'tkazib, bu yerda daraxtlar, ko'chatlar ekdik. Ekologiyani toza bo'lishi uchun daraxtlar bo'lib, kelajakda o'rmonlarga, gul-gulzorlarga aylanadi. Sudyalar bugun bog'bon bilan bir safda turdi. Maydonda bog'bon qo'ygan har qanday talab so'zsiz bajarildi. 50 yillik dehqonmiz. Ota-bobamiz dehqonmagan. Mana ota kasb biz ham dehqonmiz. Qanday bo'lyapti endi Oliy sudning bog'i? Oliy sudning bog'i xudo xolasa yaxshi yashnab, ko'karib, xudo xolasa yashnaydi. To'g'ri ekyaptimi? To'g'ri ekyapti. Yaxshi. Sudyalarga ko'rsatma berib turgan ekansiz. Yo'q, sudyalarga ko'rsatma berishga bera olmaymiz-ku, o'zimiz qo'limizdan kelgancha o'zimizni ishimizni ko'rsatyapmiz. Xalqimizda chiroyli gap bor. Daraxt ekkan, hayot ekkan. Adolat qaror topishga mas'ul tizim vakillari bugun tabiatga hayot bag'ishladi. Yashil makon loyihasi yurtimizda juda bir maqsadli loyiha bo'ldi. Har bir sudya mana ko'chat ekib ekologiyaga ham o'zini hissasini
qo'shib, sudyalarni ham o'zini bog'i yaratildi. Tasavvur qiling, O'zbekistonning har bir fuqarosi bittadan daraxt eksa ham qanchalik ekologiya tozaligiga amal qilgan bo'lamiz va bizani bu havoyimiz, bizani o'pkamiz, nafasimiz, bizani yurtimiz juda faxrlanyapman. Bu yerda ekilgan har bir daraxt tabiatga berilgan e'tibor, kelajakka qilingan investitsiya desak mubolag'a bo'lmaydi. Mo'tabar Nurmuhammed va Aydus Ermakbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.